Qush sayramay qo'yibdi. Sayramay qo'yganda o'sha Sulaymon alayhissalomning oldilariga olib boradiki, "Yo Sulaymon, meni qushim sayramay qo'ydi" dedi. Falloh deb bu dehqonga aytiladi. Haligi Falloh aytadiki, "Mana shunaqa sayramay qo'ydi qushim" deganda, shunda Sulaymon alayhissalom qushlar tilini bilar ekanlar, so'radilar, "Ey qush, nimaga sayramaysan?" deganlarida, qush javob bergan ekan, "Men endi sayramayman. Oldin sayradim, juda chiroyli sayrardim. Endi sayramayman." Sababi nima? Deganlardan sayramasligimiz sababi shu qattiq sayrab, Allohdan nola qilib, qachon men boshqa qushlarga o'xshab uchaman, o'z vaqtida o'z hamjinslarga o'xshab, o'z vaqtida quna olaman, qachongacha men shu tutqunda bo'layman deb nola qilib turgan mahalimda qushlarning sayrashi bu Allohga bo'lgan nolasi ekan. Demak, shu qushlar nola qilib turgan mahalida o'z hamjinslarimdan bo'lgan bir qush kelib uchib kelib aytadiki, "Sabr qilib sabrlardan bo'lish xohlamaysanmi?" dedi. Shuning uchun men endi sayramayman, nima bo'lsa ham Xudoga soldim dedi. Shunda Allohga aytadilarki, "Ey Alloh, sen bu qushni menga sot" dedilar. Sulaymon alayhi. Sotib oladilar va qo'yib yuboradilar. Demak, qushlarni tutqunlikda saqlash unaqangi yaxshi ish emasligini bilganlar biladi, bilmaganlar esa yana qushlarni boqishda davom etishadi. Endi bu qushlarni juda katta bo'lgan, albatta bularni endi qo'yib yuborish, ozodlikka chiqishi albatta juda qiyinlashadi. Demak, qushlarning chiroyli nolai fig'oni albatta Allohga bu nolasi ekan. Qani bu to'tilar nechpildan ekan jupa? 85 ming yoki donasi. Donasi, ha, yaxshi. Bular o'sha tuxum beradigan mahali ketdi-da. Bulisiga zo'rroq shekil bilasiz. Bulis qanchadan bu? 100 mingdan. Bulis kattaroq ekan, yiriroq. Har xil bor ekan. Birodarlar, qushlarni bu juda bu gavjum bozor, ammo bu qanaqangi qush ekan bolam bu? Bular riskka. Nima degan qush dedingiz? Riskka. Resipka? Ha. Bu qaysi qushi bu? Afrikaning qushi bu ham Misr. Davlatini bilmayman. Ha. Bular ham sayrar-kana? Ha, sayradi. Bular ishbildan donasi. 150 ming donasi. Donasi 150 ming. Nari sayraydi, modasi sayraydi. Sayradi. Bular o sharoitda qanday ekan singani ko'payadimi bular ham? Ko'payadi bular. Ko'payadimi? Ha. Siz o'zingiz ko'paytirgansizda bularni? Mana o'qamdi. Lekin keyin O'zbekistonda ko'payadi bular. Ha, tuzuk. Mana qo'lga o'rgatilgan qushlar ekan. Ular ishbildan mana bolasi. 30 dan kami bor. 30 dan kami bor. Birodar, mana sariq quyonlar ishbildan. Bular mana o'zimizni oddiy oddiy quyonlar pashti yo'q ekan. Hozir biz quyon bozoridamiz. Bu quyonlarning bolasimi bular? Mana bolasi bor ekan, qarang. Shuni ushlab ko'rsam maylimi? Juda bir ajoyib bu, qarang. Chiroyliligini. Katta oladigan quyonmi? Katta bo'ladi-ku, Mana katta bo'ladi. Bu qarlimi bu? Mana karli. Xo'p, ilgari bizda unaqangi narsa yo'q edi, hozir qarli paydo bo'libdi. Demak, mana bularning donasi qanchadan bular? 60 ming. Ha, yaxshi. Bu hali oddiy o'zimiz jaydar quyonmi bu? Ha. O'sha go'sht beradiganda go'shtga boqiladigani. Mana bu so'si ham bo'laveradigan bo'lib qolgan ekan, katta bo'lib. Bular qanchadan bular? Qaysi bir o'chak? Xo'p, bular so'ygani semizroq qasilisi. Mana bor, semiz eng. Nishpildan bular? 250 ekan. 250. Quyonlar bizni yoshligimizda ozorib yuradi, anchagina qimmat bu yerda. Bu mana bu esa bu tomon kakliklar bozori. Mana kakliklar. Kaklik nishpildan ekan? Taklini oka qafasi bilan mana 400 ming. Ha, bu 400 ming. 300 ming. Ha. Biz bozordan kech qolamiz. Bu safar haligi nima fazallar ham chiqdimi, chiqmadimi? Hozir chiqdi o'sha yerda. Ha? Bolalari ham chiqdi, yiriklari ham chiqdi. Fazan ishbildan bo'layapti. Mana bizni O'zbekistonda fazani yo'q, Kavkazda fazanlar alohida bo'ladi, siz bilmadingiz, ha?
Bu Afg'onistonga beryapti, salom ha. alaykum. Charchab. Yo'q, bu Afg'oniston emas. Bu o'zimizni mana shu O'zbekistonda ham o'zi bedenlar qanaqa bo'ladi bedenlar? Yaxshisidan bormi? Bular shug'ullanishadi. Ha, bedenlar bular shug'ullanishadimi? Bular qahli ish keldi. Mana oqmarada ketishibdi, mana bu oqpodalar. Ha, biz kech qoldik-da, Xudo xolasa. Bor ekan, tog'am. Ha, Xudo xolasa mana bedana bu. Bedanani sayradigandan bormi? Qassiz, Ho'jaka Hormon. To'g'risizmi? Ishlaringiz yaxshimi? Ha, bedanani zo'ri qasilisi. Bu chunki dedi mana bu qo'yikdegan bo'lganlarimiz yaxshi. Necha marta uradi u? Sayratku. Yo, sayradi o'sha donasi borda ba'zisi bir 8 ta 10 tagacha uradiganlari bor ekanda. 5 ta 4 ta ursa manolgini oladi. Ha, ma'no. Nechta uradi mana shu? 8 tami? 8 ta urdi mana qarang. Ha, nech pul turadi mana shu sayradi? 1,5 million. Endi 1,5 millionni shu bagacha shu darajaga olib kelguncha bir 10 millionlik mehnat sarf bo'lgandir. Istadan 4 ta 5 ta chiqib qoladi. Qolgan nelik qilmaymi, qilmaymi sotaveramiz. Ha, sho'rva bor ular. Yaxshi chiqmaydi, uni olganingizdan qo'yib. Xursand bo'lmaydi. Ha, olgan odam endi misol uchun bu bedanani endi sayratish, mana shu qushlarni sayratib saqlash endi juda bir katta bir mehnat talab qiladi. Albatta, buni ishqibozi baribir qiladi. Kimdir qo'y boqadi, ishqiboz bo'ladi, kimdir kuchuk boqadi, kimdir nima bo'ladi. Shuning uchun Anjondan, Aqlobod, Sharqon, Qo'qondan kelib ketadi dollar. o'lay bilan o'lay baq keling. Mana birodarimiz bu kishi. Men YouTube kanalida ko'rgan bo'lsangiz kerak, Afg'oniston, Hindiston hamma joylarda safarda yuraman. Mana sizni Xudo xolasa butun dunyo ko'radi, Amerikagacha ko'radi Xudo xolasa. Ha, birodar aziz ham o'zimizni birodarimiz bu kishi hech qanaqangi nimalari yo'q. Xudo xolasa ilgari taqamda yurganmiz. Zanjabil, qizilmiya, rayhon, zira, mandalin, apelsin qo'shamiz. Mana shuni ovqatini o'ziga. Ha, sutda uvdamiz buni. Ha. Yuvamizni oldi. Ha. Sutda uvdamiz. Mana shu bedanani qolganlar nima Anjon, Qo'qon, Qirg'iz ham olib keldi. Ha. Mana u Buxorogacha ketib keldi. Endi bu yerda bir gap borki, o'sha tutqunda turgan qushlar Allohga nola qilar ekan. O'qo Parvardigoro, men qachon boshqa qushlarga, hamjinslarimga o'xshab o'zim xohlaganda ucha olaman, o'zim xohlagan ovqatni yeya olaman deb Allohga nola qilar ekan. Agar siz bizdan biz Hikmatulloh xon siz bilan biz bilan shunaqa qilib sizdagi jon qo'yarlikmi ham chin dildan boqib katta qilinishi albatta bu juda qiyin albatta. Endi shunga siz aytayotgan o'sha agar ochiqlikda bo'lsa qush, kasal bo'lsa, boshqa mana ko'ring mana shuni Hikmatulloh xon. Kasal bo'lsa, boshqa bo'lsa, bularga misol uchun o'sha zanjabil o'zi istar ekanda, mana misol uchun yaralangan kiyik mumiyozlar ekan. Shu bilan birgalikda siz aytayotgan zanjabil, asal shunaqa narsalarni qo'shib oziq ovqatdan tayyorlanishi albatta jon qo'yadi. Amin. O'zimizda o'tgan podshohlarni Alloh. Amin. Amin. Shunaqa bo'lishimizga bizga hatto ota-onalarimiz Alloh rahmat qilsin. Amin. Mana sizlarni Xudo taolo o'lib sizlarni ishlar yurib, Amin. Xudo o'zi e'zozlasin. Amin. Hech qanday mana farmoni suv bo'loqdan, ko'ch bo'loqdan, kundagi osmondan, yerdan bo'ladigan illatlar o'zasiz. Hammamizni o'zidan o'ziga muhtoj qilib qo'ymiz. Xudodan rahmat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ichida bitta gap kelib qoldi. Avliyolarning ayollardan bo'lgan birgina bir avliyo bor. Bu kishi Bibi Robiya onamiz. Bibi Robiya sababi bir tuqqan it chanqayotganda suv bergan ekanlar. Suv berganlardagi Alloh taolo bu kishini aziz qilib qo'ygan ekan. Shuning uchun siz ham mana shu jon qo'yarlik bilan qushlarga tayyorlatgan ozuqalaringiz hammasi albatta yaxshilikka bo'lsin. Salomat bo'ling. Rahmat. Yo, rahmat. Bu birodarimiz o'zimizni podpischiklarimizdan ekan, obunachilarimizdan. Birodar azizlar, nihoyatda bu joydan hozir biz kech qolmiz. Bulbullar juda bir chiroyli sayrardi bu yerda. Bulbullar bor edi, sayradigan bulbullar bolalari. Shu bilan birgalikda fazanlar ham bor. Fazan.
nihoyatda bu Kavkaz fazollari, o'zimizning O'rta Osiyo fazollari buni boqib ko'paytirayotgan birodarlarimiz ham tuvaloqqacha chiqdi deyishadi. Tuvaloqni hamma yaxshi biladi, nihoyatda chiroyli qush. Bizning O'zbekiston sharoitida ular Qashqadaryo, Surxondaryo, Denov tomonlarida cho'l zonalarida yashaydigan ajoyib tuvaloq. Birlashgan Arab Amirligi podsholari ham shu yerda bir chiroyli bir nima qushlar uchun tayyorlangan bir zapovednik deymiz. O'sha joyga o'zlariga bir nima qilib sotib olib, bir katta zonani o'sha yerda tuvaloq boqib katta qilishadi. Do'stlar, xayrlashar ekanmiz sizlar bilan. Mana shu bozorlarni ham sizlarga nima qildim? Issiq kunida biroz kech qoldik, ish ko'payib ketdi-da. Bo'lmasa, energiya safar xudo xolasa bir yana bir xudo xolasa ko'rsatuv qilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ko'rganlarga albatta kommentariyada yozasizlar. Tuvaloq haqida alohida bir to'xtalib o'tamiz energiya safar. Kabutarlar ham haqida alohida to'xtalib o'tamiz. Shu bilan birgalikda shu tustovuqlar haqida ham aytamiz, fazonlar haqida. Shuni ko'p qushlarning nomini ruscha aytmasangiz ko'plar tushunishmaydi. Xayr, hammaniga kommentariyada fikr va mulohazalaringizni qayta bora aytamiz. Shu yozib qoldirasiz. Har bir ko'rgan vaqtingizni Alloh taolo sizlarga ajr azim va shu bilan birgalikda bir ibodatni savobini bergan holatda yozsin nomai amollaringizga. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Mana bozor. Bu juda gavjum bozor. Faqat bozor kuni bo'ladi. Rahmat hammaniga.